qiynalganda ichingni birovga dardingni aytging keladi. Ichingni birovga dardingni yoysang, ichingdagini aytsang, bo'shaganday bo'lasan. Ha? Lekin u odam kim ekanini bilmaysan. Mumkin sening aytayotgan ichingni yoyib, dardingni aytayotgan kishi seni ustingdan kulib, ajab bo'pti-da deb o'tirgan birov chiqar. Mumkin sening o'sha qiynalganingdan xursand bo'lib o'tirgan kishi chiqar. Unda bo'lmagan taqdirda ham eng yaqin do'sting bo'lsa ham senga hech narsani foyda bera olmaydi. Faqat seni eshitishdan boshqaga o'tmaydi. Ammo sen ichingdagi dardingni jaynamozga kelib 2 rakat namoz o'qib, peshonani sajdaga qo'yib, butun dardingni Allohga doston qilgin. Alloh seni eshitadi va sening dardingni Alloh yechadi, qabul qiladi-da. Qaybiri ortiq? Birovlarga borib dardimizni aytgan ortiqmi yo Allohga?